Stress vaqtida tanangizda qanaqa o'zgarish sodir bo'ladi? Buni bilishingiz shart. Birinchisi kortizol gormon oshadi, ikkinchisi yuragingiz tez uradi, uchinchisi esa tanada ikkita yo'l qoladi. Yo stressdan kurashadi yoki taslim bo'ladi. Endi aytishadiki, stressdan kurasha olmaydigan insonlar bor, ya'ni ularda stress va ustoychivist deydi. Stressga bardoshlik darajasi kuchsiz bo'ladi. Shuning uchun ham stressli vaziyatlarda erkaklar ham, ayollar ham tushkunlikka tushadi va bu holat patologik holatlarga olib boradi. Yana kimdir stressli vaziyatlardan esa kuch oladi. Hayotida qancha ko'p muammolar bo'ladigan bo'lsa, shuncha ko'p harakat qiladi, shuncha ko'p shijoat paydo bo'ladi, shuncha ko'p kuch paydo bo'ladi. Stress hech qanaqa stress bo'lmayotgan bo'lsa agar, shunchaki tushkunlikka tushib, orqaga qarab ketaveradi. Va bu holatlar sizga tanishmi? Siz qaysi biridasiz? Agarda siz stressga bo'lgan bardoshlik darajangizni oshirishni istasangiz va albatta birinchi o'rinda o'zingizni o'zgartirishga harakat qiling. Va buni esa imkoni bor. Xo'sh, siz stressga tushgan vaqtingizda nima qilasiz? Yozib qoldiring.